Assalomu alaykum azizlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda Telegramda kanal ochishni o'rgataman. Buning uchun mana bu yerda 3 ta chiziqchaga kirib olamiz. Yangi kanal degan joyni bosamiz va bu kanalimizni ismini yozishimiz kerak. Bizga Azizim deb nomladik kanalimizni. Va bu yerda tavsif kirgizamiz. Va YouTube kanalingiz bo'lsa, kanalingiz silkasini joylashtirishingiz mumkin. Biz kanalimizni silkasini shu yerga joylashtiramiz hozir. Bizning YouTube deb qo'ydik. Kanal degan yozuv sig'madi. Demak, rasm qo'yishimiz mumkin bu yerga galeriyadan. Mana sizlar rasm qo'yib oldik. Demak, pitichkani bosamiz. Mana bu yerda ommaviy kanal, bizning kanal. Bu maxfiy kanal ochmoqchi bo'lsangiz, bu yerga obunachilar faqat adminning ruxsati bilan obuna bo'lishi mumkin, lekin bizga hozir ommaviy kanal kerak. Demak, ana bu yerga ommaviy havola sizni topib olishlari uchun bironta silka o'ylab topamiz. Mana sizlar bo'sh ekan, shuni tanladik va pitichkani bosamiz. Bu yerdan bironta a'zo qo'shishimiz kerak. Bizga kanalga qo'shilish majburiy emas. Shu bir kishini qo'shsak ham bo'ladi. Demak, 2 kishi qo'shdik. Havola, taklif havolasi yuborish bosamiz. Mana ketdi ularga bizning silkamiz. Mana bu yerdagi rasmni o'chirish uchun xohlasangiz turaveradi. Va o'chirmoqchi bo'lsangiz, o'chirish tugmasini bossangiz o'chib ketadi. Demak, bu kanalga video tashlaganingizda siz fikringizni bildira olmaysiz. Fikringizni bildirish uchun muhokama kanali, muhokama guruhi ochib olamiz. Buning uchun kanalimiz ustiga bossak, mana bu yerda kanal sozlamalari bor. Demak, mana muhokamaga kiramiz va bu yerga rasm joylaymiz. Mana sizlar. Demak, pitichkani bosamiz. Mana muhokama uchun ham guruh yaratildi. Pitichkani bosamiz. Endi bemalol siz biznesingizni yuritish uchun bu kanaldan foydalanishingiz mumkin. Mana masalan
Mana azizlar, video tashlasak obunachilarimiz bizga fikr bildirolmaydi bu kanalda. Lekin mana bu fikr bildirish joyini bossangiz, mana muhokama o'tdi, mana fikrlar deb yozilgan. Demak, bu qanday kanal deb savol berishi mumkin obunachilaringiz. Mana azizlar, siz shu videolaringizni, tashlagan videolaringizni tushunmasami, biron savoli bo'lsami, fikr qoldiradi siz javob berishingiz uchun. Mana azizlar, kanal yaratib oldik, guruh yaratib oldik. Mana shunday qilib biznesingiz uchun kanal yaratishingiz mumkin. Darsimiz foydali bo'ldi deb o'ylayman. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Keyingi videolarda uchrashguncha omon bo'ling.